Bizni kuzatib borayotganlar mana kech bo'lganda hozir Buyuk Ipak yo'li Toshkent Maksim Gorkiy deydi. Eski Maksim Gorkiy hozir Buyuk Ipak yo'ldan bizga vizit tushgan. Aristonimizdan to'kiryapti. Suvga teginsak ham to'kiryapti deyishgan. Hozir shunga qarab narsalarimiz olib yo'lga chiqyapmiz. Kuzatishda davom eting, like bosib qo'ying, podpis podpiska bosib qo'yinglar, iltimos. Motivatsiya bo'ladi bizga, borib aybini topib, rostdan to'klarni tekshirib va xavfni bartaraf qilib beramiz. Kuzatishda davom eting. Bugun nihoyat yetib keldik. Hozir mana tekshirganimizda, indikatorda tekshirganimizda mana rostdan semisitrlarda ham hamma joyda tok bor. Buni hozir endi sababini topamiz, aniq diagnoz qo'yamiz bu narsaga. Kuzatib turinglar. Sababi nimadan tok chiqaryapti? Toshkent bo'ylab kimga shunaqa Ariston xizmatlari, remont, o'rnatish hamda chizka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Mana bunda tenimizning o'rtasi teshilib qolgan va mana bu termodatchik kiradigan turbani oldidan suv chiqqan, suv tomgan. Hamda tokka ko'prik vazifasini bajarib, suvlarga tok bergan. Hozir mana akamizga italyanskiy mana bunday original tenlarimizdan termovatnikidan qo'yib beramiz. 1,5 kilovatligidan hamda mana bunday o'zi avtomat kabel bilan birdan qo'yib berib ketamiz. Bexavotir bo'ladi. Kuzatishda davom etingizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yana ko'pchilikka ilm bo'lib qoladigan yana bitta narsani aytib o'tay. Aristonni turgan joyida ochuvdim, qaytarib yopaman desam, tenni qo'yaman desam, boltlar tushib ketyapti deydi. O'shaning uchun Aristonni turgan joyida ochganlar mana shu boltlarni mana shu bosh qismiga mana bunday fum lentadan o'rab, mana shunday o'ragan holatda sekin bosh qismini qalinlashtirib olib, bitta-bittadan boltlarga fum lenta o'rab joyiga tiqib chiqsangiz, plotniy qilib qimirlamay turadi. Umuman tushib ketmaydi mana. Fum lentani o'radik, joyiga qattiq qilib surib tiqib qo'yamiz. Hech qanday qimirlamaydi ham, yaxshi turadi. Toshkent bo'ylab kimga mana shunaqa do'q kontur xizmatlari bo'lsa ham, hamda Ariston ustanovka, Ariston chizka xizmatlari bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana kay tenimiz italyanskiy termovatniki, termovat yangi qo'ydik. Xudo xolasa mazza qilib ishlatadilar. Bu termovatning qulayligi yana bittasi 3 yil garantiya beradi. 3 yil ichida biron narsa bo'lsa almashtirib berishni bo'yini olishadi. Yangi tem berishadi 3 yil ichida. Biron aybi chiqadigan bo'lsa. Like bos, podpiska bos, esdan chiqmasin. Sizlar uchun qancha bo'lsa foydali videolar qo'yib boraveramiz. Aristonda bo'layotgan o'sha xatoliklarni, ayblarni topib, aniq diagnozlar qo'yib, sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Mana tenimizni joylashtirib oldik, xudo xolasa. Hozir kirishkalarni qo'yib, birdan akamizga ishlatib beramiz. Bizda yana bitta quvonarlisi, bizda nafaqat 12 viloyat bo'ylab, balki qo'shni respublikalardan ham kuzatilganlar, qo'shni respublikadan kuzatayotgan jigarlarimiz kommentariy yozib turinglar, javob yozaman, har bitta kommentariyani o'qib chiqaman. Mana hozir Aristonimizni o'rnatib bo'lib, suvlarni tekshirganimizda hech qanaqa tok-pokdan endi ko'rmasalar ham bo'ladi. Avtomat kabellar, o'zi avtomat kabellari qo'yildi. Umuman yangi Ariston o'rnatganday bo'ldilar. Salomat bo'ladi.